Salom bolalar, sizlar bilan men Alijon. Bugun mer hayotini olamiz. Birinchi qismi. Meni uyim bu. Men merman bu qishloqni. Hozirda mana men shaxsan o'zim bu yerlarga chiroq, yo'lak, uy hammasini to'g'rilab beraman. Mana bu yerdan tushamiz. Bu qiyshiq qo'yib ustalar. Lekin bu yerda zo'r narsa bor. McDonald's. Hali mana bu yerda o'yinlar qo'yilgan yo'q, lekin yaqinda ishga tushiriladi. Narsasi bor. Kelaverasizlar, bratanlar. Minecraftchilar, kelaverasizlar. Mana hamma McDonald'simiz ochildi. Hop, video tugadi. Ana ketdim endi. Uyga borish shart. Voy go'lim. Rostdan ham bu hozir mer hayoti birinchi qismi. Lekin zirhlarim qani? Canım. İkinci uyumda bo'lsa kerak. Ya'ni qamoqxonada. Bitta ekan. Bitta yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Hech narsa. Ya, ana topib ketdimi? Voy. Vallahi video boshlashdan oldin aytmoqchi edim. Vallahi YouTube kanalimiz shu 2026-yilni shu 3 mart oyigacha 100 mingta like yig'ishimiz kerak. Sizlarda like va podpiska bo'lib qo'ying. Albatta va'da beraman sizlarga. Albatta video qilman. Mana bu yerdan albatta va'da beraman. Mana bu yer. Yaqinda bu yerda ham to'g'rilab, bog'lar cho'milishi uchun joy qilib qo'yamiz. Mana bu yamani ham yo'qotamiz. Keyingi ishimiz Yo'q, meni fermamda. Xo'sh. Mana bittami meni zirhlarim.
bitta bo'lishi mumkin. Bitta o'zimni, bitta zirhim shu o'zimda ekan. Mana uni uyda qoldim ekan. Xo'sh, balokat. Ne oldu? Uy canım. Kırpar kırvapti kırpar. Gizli bu işe. O beni kırmıyor bence. Neyse. Şöş. Şimdi yatakhanası meniki var. O'zlarga to'g'rilab qo'yish uchun daraxt olsak cho'tki mo'tki bo'ladi. Malika avvalo uni narsani ko'rmaganman. Bolalar, agar borishimni istasanglar bitta like va obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana zirhnimcham ham bor. Mana ko'rikkan masalan, mana like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qani u yerdan bu yerni ko'rmaganman. Xo'sh. Agar xohlasanglar keyingi qismda kimdir bormi? Yo'q. Yana qoch. Yo'q. Sen va o'ldirib qo'ydim. Qoch. Bunisi qarab. Yana sen taqalib. Jizo qochmasam bo'lmaydi. Like va obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos sizlardan yana kanalda tavsiya etmoqchiman. Reder link kanaliga kirib videolarimdan ko'rsangiz, u yaqindagina ochgan edi. Ammo hozir unda 1000 tadan oshiq 1 milliondan oshiq obunachilar bor. Iltimos sizlardan menga ham shu obunachilarga yig'ishda yordam beringlar. Xayr, birinchi qism tugadi. Keyingi qismda men hamda qarindoshim videoga olamiz. Politsiyachi hayotini oling deb yozsangiz olishimiz ham mumkin. Like va obuna bo'lib qo'ysangiz albatta olamiz.